Assalomu alaykum. Hamid aka, siz mana shu ijod jarayonida, shu yillar davomida yuzlab noyob iqtidor egalari bilan ishlagansiz. Qancha o'sha gavhar, durdona ijod egalarini dunyoga tanitgansiz. O'zbek xalqining eng har tomonlama saralangan o'sha iqtidorlarni olib chiqqansiz. Shu ma'noda men Ra'noxonim Bo'ronovani ijodi haqida sizni juda katta Ra'nolig'ing bordir degan filmlaringizni eslayman. Ularni shunaqa har bitta kadrlarda ularni ovozini, ijodini, borlig'ini dunyoga namoyon etgansiz. Bir o'zbek ayoli, o'zbek ijodkori, o'zbekning bir go'zal san'atkorini dunyoga namoyish etishga xizmat qilgansizda. Shu haqda sizni fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Bu bir katta jarayon. Bunda o'sha rejissyor, ijodkor qalbining juda kimliklari borda. Marhamat. Endi men Ra'noxon haqida gapiradigan bo'lsam, juda ko'p narsani gapirishim mumkin, ko'p narsani eslashim mumkin. Endi bunga moslab men televideniyada o'sha koridorda meni xonam bo'lar edi. Yonimdagi xonada dutorchilar ansambli bo'lardi. Yonma-yon edi. Shunaqa edi. Kirdi chiqdimiz bor edi bir-birimizga. Endi Xanijon Toshmatov bilan men juda qadrdon bo'lganman. Juda do'st bo'lganman. Uni o'sha g'ijak cholishlariga, o'sha navolarni ishlatishiga ham ohang bo'lib juda ko'p suhbatlar qilganman. Endi bu dutorchilarni yaratgandan keyin Xanijon Toshmatov endi yonma-yon bo'lib qoldim. Yonma-yon bo'lgandan keyin haqiqiy muloqotga kirishib, juda ko'p suhbatlar qilardi. Kim mendan iltimos qilardi. Shu dutorchilar haqida bitta film qilib bersang Hamid derdi. Albatta qilib beraman derdim. Undan keyin qilib beraman deb ko'nglim ochilib film qilib beraman deganimda, keyin qizlar meni xonamga juda ko'p kirishardi, kirdi chiqdi ko'p edi. Rashki kelib, G'anjon aka filmga ruxsat bermay qo'ydilar. Ruxsat bermay qo'ygandi. Rashki keldi. Qizlarning menga nisbatan rashki keldi. Gaplarning keragi yo'q endi. To'g'ri. Rashki keldi. Shunda endi dutorchilarni endi hamma qizlar bilan birga edim, ham nafas edim. Endi bungacha dutorchilargacha men ko'p raqqosalarni, ko'p qo'shiqlarni, ko'p qo'shiqlarni Tavakkal Qodirov bir film qilganman. Bundan keyin raqqosalarda Malika Ahmedova, ayniqsa Qizlarxon Do'stmuhammedov bilan ham nafas bo'lib, qizlar haqida ko'p filmlar qilganman, ham nafas bo'lganman. Endi san'atga ishg'olligim tufayli men o'zim dramatik redaksiyada ishlasam, spektakllar yaratgan bo'lsam, qayerdadir ko'nglim o'sha musiqaga, men yoshlikdan o'zim musiqaga qiziqarman. Har bitta musiqa asboblari chalardim, pianino chalganman, rubob chalganman, akordeon chalganman, rijak chalganman. Hamma asboblarni ijrosi bo'lganman. Shularning ichidan tebranib o'tganman. O'shaning uchun shu tomonlarim bilan bu dutorchilar ansambliga ham shu yaqinligim bor edi. Qarang, uzr Hamid aka, bu degani sizda o'sha universal deydi, har tomonlama bir go'zal ijodiy jarayon kechgan qalbingizda. Chunki siz ijodga yaqinligingiz uchun va Ramjon akamiz endi hali qizlarni har tomonlama avaylaganlar, lekin siz o'sha milliy qadriyatlar, o'sha milliy hattoki Navoiy hazratlarini o'sha 7 go'zallaridagi qadriyatlarni Qizlarxon opamni ijodini ham juda chiroyli qilib berganlaringiz, hatto birgalikda hamkorlikda ko'rsatuvlar qilganmiz esimda. Siz o'sha har bittasini dildan o'tkazgansizda va o'sha sizni qalbingizda o'sha musiqa olamiga nisbatan juda katta bir endi shunda mana shu dutorchilar ansamblidagi qizlar bilan meni yaqinligim nimadan edi? Mana o'sha yerda men birinchi bo'lib Mohira Asadova. Yosh qizcha edi. Bu juda o'tgan asrning shu boshlaridagi bir davrlarda shu qiz menda rol o'ynagan. Bir Hind hayotidan telenovela qilganman-da, shunda rol o'ynagan. Mana bir necha mana o'sha ikkita zamira o'shalar haqida ko'p syomkalar qildim. O'sha Mohira, Munavvara, Munira, Xursay Esonova shularni syomka qilib yurdim-da. Har bittasini o'sha qo'shiqlarni alohida syomkalar qilib berdim, filmlar qilib berdim. Keyin shularni qidirib, shu ishlab, shu qizlarning ichida yurganimda xonamga bitta qiz kirdi. Ana. Chiroyli qiz kirdi. Qiz kirib, "Men ustoz siz bilan
tanışsam, gapirsam maylimi dedi. O'tir qizim dedim. O'tirdi. Ne ismini desam, Ra'no dedi. Ra'no. Mani yonimga Ra'no keldimi dedim. Guli Ra'no. Ra'no keldimi dedim. Sen qanaqa qo'shiqlar aytasan? Qanaqa nimalar qilasan? Sen qo'shiqlarni aytib berdi. Yağmur yağar şitirler, burnu ipek toneler. Bahar kelsa qiqirlab, qarga chiqar lonalar. Yağmur yağar şitirler, burnu ipek toneler. Bahar kelsa qiqirlab, qarga chiqar lonalar. Bizning Bo'ston, O'zbekiston, O'zbekiston qayda bor? Bizning Bo'ston qayda bor? O'zbekiston qayda bor? Bizning Bo'ston, O'zbekiston, O'zbekiston qayda bor? Bizning Bo'ston qayda bor? O'zbekiston qayda bor? Shunaqa nafis, shunaqa shirin, shunaqa menga yoqdi. Yuzi chiroyli, haqiqiy Ra'no. Ovozi o'zidan chiroyli. Undan ta'sirli bo'ldi. Men aytdim, sen haqingda bitta film qilsam bo'ladimi dedim. Albatta domla dedi. Bo'lmasam shunga kirishaylik qizim dedim. Shunga kirishaylik dedim. Keyin qo'shiqlarni hammasini bergil dedim. Hamma qo'shiqlarni olib keldi. Hammasini tingladim, eshitdim, maza qildim, eshitdim. Maza qilib menda tug'yon tug'ildi. Tug'yon tug'ildiki, qaytlik sandim Namangonni popidanman dedi. Voy popi qizlarni, Popning popi qizlari. popning qizlaridan masalan To'rabto'la yozgan, qo'shiqni yozgan bor edi-ku dedim. O'sha yerdan desam, ha, o'sha yerda qo'shdiman dedi. Bo'lmasam o'sha xonadoningga boramiz, popga boramiz. O'sha yerlarda syomka qilamiz dedim. Xo'jayinlari bilan tanishdim, bolalari bilan tanishdim. Ayniqsa onalari menga yoqdi. Onalari yig'i bor edi. Umrlarini oxirigacha men birga bo'ldim onalari bilan. Birga hamnafas bo'ldim. Yaxshi ko'radilar juda ham. O'sha qishloqda ham, Toshkentda ham ko'p marta ko'rishganman, ko'p marta suhbatlashganman. Borlig'imning boisidir onai zorim onam. Borlig'imning boisidir onai zorim onam. Topganim baxtim najotim, davlatim borim onam, davlatim borim onam. Topganim baxtim najotim, davlatim borim onam,
davlatim borim onam. Dunyoda hammamiz mehmon, yashashga topganda imkon, buyuk zotga keltir iymon, yaratganga ibodat qil, rasuliga itoat qil, rasuliga itoat qil, yaratganga ibodat qil, rasuliga itoat qil, rasuliga itoat qil. Halol yashash qanday insoz, umring o'tar fursating oz, jannatning kaliti namoz, yaratganga ibodat qil, rasuliga itoat qil, yaratganga ibodat qil, rasuliga itoat qil, rasuliga itoat qil, yaratganga ibodat qil, rasuliga itoat qil, rasuliga itoat qil. Ko'rishganman, suhbatlashganman. Shunga qilib filmga kirishdik. Filmning nomini Ronalodin Bordur deb qo'ydim. Qarangda endi. Ronalni o'ziga ham yoqibdi. Shunday qilib shu Namanganga yo'lga chiqdik. O'shali Perivol orqali, tog' toshlar orqali yo'llarda to'xtab, sharshara suvlarini bo'yida, tabiatni qo'ynida, tog'larni qo'ynida o'sha yerda shuncha hali o'zni ko'rishlarni oldim, judayam o'zimga yoqyapti, qizimga ham yoqyapti endi. Shunday qilib qishlog'iga bordik. Qishlog'ida mehmon bo'ldik. Undan keyin qishlog'ida juda ko'p qo'shiqlarini bir saralab syomka qilishga boshladim. Ayniqsa men Tanavorni gapirgim keladi. O'sha Namanganda o'sha popda bog'ni o'rtasida katta bir sahna yaratdik. Butun pop aholisi keldi. Hamma orasida ana shu Tanavorni oldim. Tanavorning shunaqa chiroyli chiqdi. O'zimga endi maqtansam hali shunaqa chiroyli chiqdi. Shunaqa xalq eshityapti. Ham nafas bo'lib, birga qo'shilib aytyapti. Ana undan keyin tog'larga chiqib ketdik. O'sha Namangan, o'sha tog'larga chiqib ketdik. Tog'da o'sha bahor payti edi, bahorda gullagan payt, hamma gullagan payt. Ayniqsa xo'jayini birga borganman bilan. Xo'jayini yonimda, menda hali yordamchi rejissor bo'lib ishlab, menga yordamchi rejissor sifatida yordam qildi. Xo'jayinlari, qarang. Ham nafas bo'lib, dili yonyapti. Dili kuylayapti. Shunaqa chiroyli qo'shiqlarni oldi. Bu yerdan endi butun O'zbekistonni kezgim keldi. Undan keyin mana ona shahrim Qo'qon. Endi Qo'qonga borib keldi. Qo'qonda endi mo'jizaviy joylar, o'sha Xudoyorxonni saroyi, undan keyin bog'lari, botanika bog'i bor. Shu bog'larida shu suratga olib keldi. Keyin Ronaxonni yetaklab shahrim Qo'qonga bordi. Qo'qonda suratga oldim. Afsonaviy shahar. Qo'qonda shu gulzorlarning orasida judayam bir chiroyli qo'shiqlarni oldim. Lirik qo'shiqlarni oldim. Judayam chiroyli chiqdi. Bu asli go'zallik shu aylanay chin ahdu vafo
Öğrense muhabbetten Cilmeyse külip enesten Oynap sakin üşrep Hürgende hayat bilsen Gülşende seher çağı Gül şahide büller Seyrerde gehi gül yağar Yok seftine vakilsen Umrumga umr qo'shgay Ko'z uchidan lutf ayla Jonimga fido yoring qo'shima Güleşte Habibi hem Köklerde hava bilsen Uçmakta belen sabir Şiringe kanat bağlar Güleşte Habibi hem Köklerde hava Endi u yerdan keyin endi safarni kengaytiramiz kuzim. Safarni kengaytiramiz deb keyin Samarqandga yo'l oldik. O'zbekiston bo'ylab. Samarqandga yo'l oldik. Samarqand o'sha Registonida, o'sha chiroyli joylarda suratga oldik. Undan keyin Buxoroga o'tdik. Buxoroda Moxosanning ichida Sidor Moxosada. har bitta xonasini bo'lak qilib, o'sha qo'shig'ini bo'lak qilib tashladim. O'shali montaj qilib, bo'lak qilib, intizor turibman yo'linglar degan umidlarni qo'shig'ini chiroyli qilib oldim. Endi o'sha yerda farzandlari bilan mana shu syomkalarning hammasida farzandlari bilan birga yurgan. Birga ularni endi yig'isiga, ularni quchoq-quchoqligiga, ularni hammasiga sherik bo'lib, otadek bo'lib, ularni yedirib, ichirib, birga yurib, shu oilasi bilan birga butun O'zbekistonni kezib, chiroyli qo'shiqlarni yaratdik. Qarang, Rahimboy aka hattoki shu sizga rejissyor assistenti sifatida endi rasman bo'lmasa ham yoningizda bo'lib birga filmni yaratdingizlar. Turmush o'rtoqlarimiz sizga turmush o'rtoqlari birga hamnafas bo'lib yurib, kuyovni qishlog'iga tushdik. Bir kecha o'sha yerda qoldik, mehmon bo'ldik. Endi mana operatorim Buxorolik edi, Muhsinjon degan operator. Endi bu juda mashhur operator bo'lgan. O'zbekistonda mashhur operator bo'lgan. O'sha yigitni men operator qilib tanlab olib, shu birga ishlashga hamnafas qilib olganman. O'sha boshidan oxirigacha, oxiri Buxoroga borganda Buxoroda o'sha operatorning uyida yashadik. Xonadonida yashadik. Xonadonning o'zi ham tarixiy joy. O'zi ham tarixiy joy. Oilasi o'qituvchi bo'lgan, quruvchi bo'lgan, uni maktabi bo'lgan. Ana shu joylarni sayrlar qilib, o'sha joylarda qo'shiqsiz yuradigan joylari bor. Hamnafas bo'lib, shu shahar bilan, tabiat bilan yuradigan joylar bor. Ana shunaqa joylarni shu Buxoroda ham, Samarqandda ham, ayniqsa Qoqda hali ko'prikning tepasida, soyni tepasida juda bir chiroyli joylar.
mana shu joylarda chiroyli olganman. Endi o'zim havas qilib haqiqiy Ra'noliging bordir deganga arzugulik o'zimni dilimda tug'yonida tug'ilgan filmdek bo'ldi deb men o'zimni orzuyim ushalganiga xursandman. Ana shu Ra'noxon qizimni haligacha mana ham nafasim, ham dardim, ayniqsa mani 70 yoshlik to'yimda sahnaga chiqib, mana shunaqa gullar bilan tabriklab, shunaqa o'yinga tushib, shunaqa qo'shiqlar aytib tabrikladiki, unda mendagi beqiyos tuyg'u, beqiyos qalbimdagi to'shalgan tuyg'ularni yechimini ochib bergan Ra'no qizimga men rahmatlar o'qigim keladi. Haliyam o'sha Ra'no, haliyam o'sha go'zallik, haliyam o'sha nafosat, unga men baxt saodat tilayman. Hamid aka, gap yo'q, shu qadar bir sizdagi sizdagi fidoyilikka hayratlanaman. Siz shu qadar ko'ngil odamsiz, shu qadar ijod odamsiz, shu qadar siz o'sha zar qadrini zargar bilardingiz, siz o'zingiz zargarsiz-da. Shu zarlar durlar ichra durdonani topib ijod qiladigan insonda. Demak, hozir bugungi kunda siz ularni ijodlariga qanday qaraysiz? Mana bugungi kunda tilaklaringiz kelajakka. Demak, hayot davom etyapti. Siz o'ylaymanki, bu hamkorlik hali yana davom etadi. Sizni mana hozir yanagi o'sha shuncha ijod daryosidan yig'ilgan durdonalarni ko'rdik. Ya'ni kelajakda mana hayot davom etyapti. Shu insonga tilaklar. Birinchi qadamida men do'st bo'lgan bo'lsam, oshno bo'lgan bo'lsam, buni hayotini, buni qo'shiqlarini, kuylarini xalqimga yetkazgan bo'lsam, mana hozirgi kunda ham o'sha go'zalligi, o'sha nafosatini, ham ohangligini haqiqiy Ra'no bo'ronva bo'lib, o'sha bo'roniy hislatini, bo'roniy tuyg'usini, o'sha xalqqa yetkazgan nafasiga oshno bo'lib o'zim xalqimga ham oshno qilgim keladi. Bunga men cheksiz baxt, saodat, yaxshi ovoz, yaxshi kayfiyat, yaxshi bolalariga bosh bo'lib yurishini istardim. Sizga dil berdim, yetdim shuni, men uchun qoyalarmisiz, yuksaksiz. Ey mening umrimning teran mazmuni, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Ey mening umrimning teran mazmuni, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Misli ikki yortim bo'lganday butun, men bilan yakdasiz, bitta yuraksiz. Misli ikki yortim bo'lganday butun, men bilan yakdasiz, bitta yuraksiz. Baxtim but bo'lmog'im uchun, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Baxtim but bo'lmog'im uchun, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Sizni nechun sevmayin, nechun sevmayin, meni atasangiz nursiz malaksiz. Sarxush yashashim uchun suv havodayin, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Hayotim safosi, asli madosi, baxtiyor umrimga ko'p bezaksiz. Hayotim safosi, asli madosi, baxtiyor umrimga ko'p bezaksiz. Ravshan yo'limning porloq siyosi, siz menga keraksiz, menga keraksiz. Ravshan yo'limning porloq
Hamid aka. Shu o'rindaman sizday ustoz bilan men ham yaxshi ko'rgan, el sevgan, o'sha hammamiz ularning husniga shaydo, ovoziga shaydo bo'lgan shu Ra'no xonim Bo'ronovani haqidagi shu suhbatga sizni tashrifingiz uchun, bu tashrifda dildan shuncha hali aytadigan gaplaringiz ko'p bo'lishiga qaramasdan shunaqa dunyolarni bir muxtasar suhbatda bir qismini ochib berganingiz uchun tashakkur deb aytaman. Demak, bu narsa bardavom bo'ladi va kelajakda yana o'sha elga, yurtga beadad sizni xizmatlaringiz katta. O'sha hali aytganingizdek, biz G'aybulla haqida ham yaxshi gaplar shuni padar buzrukvari ham eng parvar inson bo'lganlarda yoki masalan Ra'no xonim Bo'ronovani ham o'sha genetika deydi-ku, haligi nimalarida o'sha ustoz Mamajon otamizni ruhlari bor. O'sha Mamajon G'ijjak deganda o'sha qancha ulug' zotlar ularni yaxshi ko'rgan. Shu kishining zurriyotlari sifatida ikkita ulug' darg'alarning zurriyotlarini ko'rib turibmiz. Siz bilan suhbatdan keyin siz ruxsat bersangiz biz o'sha G'aybulla aka bilan ham Ra'no xonim haqida ozgina fikrlarni eshitgimiz keladi. Demak, har ikkalalariga sizni juda qutlug' tilaklaringiz bor. Demak, bu ijodiy hamkorlik hali bardavom bo'ladi degan umiddamiz. O'ylaymanki, shu siz hali niyat qilganmizda, siz o'sha 85 yoshingizda yozilgan bir she'r bor. 100 yoshda ham g'ayratli yigit, 40 yigit g'ayrati, qudratining hikmatida Allohga siz o'sha yoshlarda ham el-yurtga 40 yoshli yigitlarga xizmat qilasiz degan niyatimiz bor. Xudo xolasa o'sha 100 yoshlik tantanalaringizda ham o'sha ikkita ijodkorni yangi ijodlari bilan yana boshqa yonimda ko'rgim keladi bular. Birga yana ko'plab ijodkorlaringiz shu tabarak mana shu shogirdlaringiz bilan birga o'sha katta tantanalarda birga bo'laylik. Bu yerda yana sizni bir shogirdingiz Shokirjonimiz bilan hozir ijod qilyaptilar. Demak, hamma shogirdlaringizga birga ijodiy parvozlar tilagan holda sizning ijodingizni bardavomligini, yanada barkamolligini bizga o'sha bir ibrat maktabi sifatida ko'rishimiz kerak.